qabul qiluvchidan ishlab chiqaruvchiga o'ting. Qabul qiluvchi degan gap nima degan gap desa, shuruvshi bir narsani qabul qiladigan, iste'mol qiladigan, kirgizadigan manda xarakterni ko'rsatadi. Hamda shuruvshi degan gap chiqaruvchi, ijod qiluvchi, yaratuvchi, bir narsani paydo qiluvchi ma'ni ko'rsatadi. Hamda odam növbətdə adamның köplüyüdə, turmuşның aldırışçılığında psixik məsələsi və adamlar bağan sırı köpüyüb gidiyordu. Bu adamlar psixik məsələni, məsələn, zerikiş deyimiz. Yuyucun, cavluyucun degəndək məsələlərini həll qılanmay hər xil işlərini qıb baxıdı. Sayahat qıb baxıdı, kino görüb baxıdı, oyun tamaşa qıb baxıdı, araq içib baxıdı degəndək. Muşlarının həmmisi şuuru buludu. Bir narsani qabul qilish, kirgizish. Ammo bu narsalarningki eng oxir unum bermaydi. Odam davomli iste'mol, ko'ngil ichish, qabul qiluvchi holati tug'an vaqtida bag'an siri yana zerikidi va ma'naviy ehtiyoj qolmaydi. Doktor Dolqun Qodirov Korxonchilar klubining 2026-yillik o'quvchi qabul qilishi boshlandi. Hamda buning mohiyati nima desa, siz başqalarının işləb çıxarğan nərsini qəbul qılırsınız. Başqalarının məsuliyyəti, başqalar payda qılğan keyfiyyət, başqalar yasıған, icad qılğan keyfiyyətin içində yaşayırsınız. Yəni başqalarının dünyasında yaşayırsınız. Həm də bunu həll qilishning bir çarəsi siz iste'mol qiluvchidan işləb çıxarğuchiga o'tishingiz kerak. Ma shuru degandan shuchu deymiz. Shuchu degan işləb çıxarğuchi, chiqarğuchi. Masalan, mana bir hadis bor. Diqqat qilsak shu ma'lum bir iste'mollarni paydo qiluvchi shu ishga ancha bak qiziqmaydi. Yoki bizning xiyolimizdek unchalar emas. Masalan, diboda disko o'ynashni tashkillovchilar, dibo oshquchilar o'zi ancha bak disko o'ynamaydi. Kino chiqaradigan rejissyorlar o'zi ancha bak kino ko'rmaydi. Qartni ishlab chiqaruvchilar o'zi unchalar qart o'ynamaydi. Nashriyotdagilar o'zi ancha bak kitob o'qimaydi. Mushunaq deb kelsak, nihoyatda ko'p. Odam ma'lum bir narsani ishlab chiqargan vaqtida o'zining buningga bo'lgan diqqat nuqtasi, uningdan huzurlanib olish emas, ishlab chiqaruvchi, sotquchi bo'lganligi uchun uning huzurlanish nuqtasiga unchalik qiziqmas bo'lib qoldi. Masalan, Yoshi shirkatlari, tor o'yini shirkatlarining xo'jayinlari, uni ishlab chiqargan texniklar amniyat uncholar bu tor o'yini o'ynamaydi. Uni kim o'ynaydi? Shu kichik bolalar, o'shunga qiziqadiganlar o'ynaydi. Demak, bu yerda bu tor o'yini ishlab chiqarish jarayoni bilan iste'mol jarayonidagi zo'r farqda ishlab chiqaruvchi o'zi uncholar o'ynamaydi. Iste'mol qiluvchi o'ynaydi. Ondan o'ynagan siri zerikishni amniyatda tugatgil bo'lmaydi. O'ynagan siri kirib ketadi, oxirida berib o'zi ko'ngshi his qildi, zerikish his qildi. Butkul hayot shu. Shunga biz bir narsani qabul qiluvchi, iste'molchi salohiyatdan ishlab chiqaruvchi, paydo qiluvchi salohiyatga o'tishimiz kerak. Hayotimizdan bu dunyoga bir izlar qilish kerak. Shunga oddiy bir narsa desak, bu ham odamga tushadi. Masalan, shanba, yakshanba uyda o'ltirsangiz, kino ko'rib boqsiz, qart o'ynab boqsiz, sayohatga chiqqingiz keladi, uni qilib boqsiz, mushu ko'ngil ichish, mushu ko'ngildan puxadan chiqqidek bir ishni qilgingiz kelgan siri zerikishlik tugamaydi. Buning aksicha uyda, masalan, uy tozalasangiz, uydagi bir masalani hal qilsangiz, yo buzilib qolgan bir narsani o'ngishsangiz, yoki film ishlasangiz, yoki bir narsa yozsangiz o'zingizning kundalik xotirasini deydi. Yoki birsiga dars o'tib bersangiz, yoki birsini berib yo'qlasangiz, malaning hammasi ishlab chiqarish xarakterli ishlar. İşlarda adamның keyfiyati xili o'ngshiladi. Bu psixologiyani bildiganlar bildi. Dopamin bilan nefeytay degan ikki hukmni. Dopamin degan shu odam qabul qilgandan bo'ladigan huzur. Odam tor o'yin o'ynasa, aroq ichsa, ko'ngil ochsa, mana hammasi dopamin paydo qiladi. Ammo shu tomoq yesa samriydi degandek bu narsalarning aks ta'siri bo'ladi-da. Hamda nefeytay degan siz ma'lum bir ishni qilgandan keyingi mukofot. Eng tipik narsa, masalan, chiniqish, o'riqlash. Siz amniyatda jafo tortasiz. Siz shu qilyapsiz, bir narsa chiqaryapsiz-da. Mushada
Onun o'zi jafo bo'lgan bilan siz ma jafoni o'rinlagandan keyin kendin rahat bo'lib qolsiz. Siz men harakat qildim, endi samirib ketmayman yoki bu energiya xo'rash bo'ldi deb maningdan odam nefretay paydo bo'ldi. Buningdan rahat his qildi. Demak, mush narsalarning hammani yig'ib ekansak, bizning hayotimizda biz ishlab chiqaruvchi bo'lishimiz kerak. Chiqaruvchi bo'lishimiz kerak. Qabul qiluvchi, iste'mol qiluvchi emas. Odam qanchalik qabul qiluvchi bo'lsa, mushu cho'ng iste'molning chambiridan chiqib ketolmaydi. Birisi ma'naviy jihatda bag'an sir yolg'izlik his qiladi. Ma'naviy masalalarni hal qila olmaydi. Uyda o'ltirib shu qabul qilish xarakterli, ko'ngil ichish xarakterli ishni qilgan sira odam zerikadi. Aksicha boy degandek, ma'lum bir narsa chiqarsangiz, bu hayotga izingizni qoldirsangiz, ma'naviy masalalarni xilibak hal bo'ladi. Ham o'zingiz uchunmi ma'lum bir masalangiz hal bo'ldi. Ya pul topsiz, yoki turmushingizni yaxshilaysiz, yo o'riqlaysiz degandek.